Hop, hammaga assalomu alaykum. Hop, bugungi kunda birinchi videomizni qo'yishga ahd qildik. Hozirgi ko'radigan monetamiz BinX USDT parasi. Hop, bugungi sana 8-mart, soat 5:30 bo'libdi. Hop, monetani ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda dnevnoy trendni ko'ramiz. Kunlikda obzor yaxshiroq ko'rinadi. Monetani xarakteristikasi. Hop, ko'rishimiz mumkin. Narx bu yoqdan hozir hop impuls olgan, ya'ni 0.15 0.6 10.16 hop 0.16 dan impuls olgan ekan va juda kuchli impuls bilan bayga ketgan, ya'ni sotib oluvchilar juda ko'paygan. Hozir ko'radigan bo'lsak, bunda trend liniyani buzgan desak bo'ladi. Chunki juda kuchli metda impuls shu yerdan ushlab tura olmagan, ya'ni ketgan bayga. Xo'p, kunlikda hozircha bayda turibdi. Уровень сопротивленияni buzgan, ya'ni hozir ko'ramiz. Ko'rishimiz mumkin, bu yoqda даже model bo'lgan kunlikda. Xo'p, keyingi уровень сопротивления bo'lyapti narxda, ya'ni hozir ko'rsatib beraman nimaga men shu yerdan chizganimni. Xo'p, ko'rishimiz mumkin. Sellga switchani juda katta bitta switcher bilan, ya'ni dnevnoy bilan juda katta impuls olgan va ko'rishingiz mumkin luch, ya'ni nur o'zidan oldin chiqarmagan, ya'ni uверенно pastga ketgan. Shuning uchun bu уровень katta сопротивление va ko'rishingiz mumkin dnevnoyda ham даже o'sha yergacha kelgan narx xolos, ya'ni undan u yog'iga o'ta olmagan hozircha. Xo'p, endi 4 soatli time frame o'tamiz. 4 soatli time frame ko'rishimiz mumkin уровень bor albatta. Liniya trendi buzgan uверенно, ya'ni juda katta kuch bilan. Xo'p, bu yoqda hozir ko'rsatib beraman nimaga bu yoqdan chizganimni. Chunki bu yoqda mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda уровень bor, pastga bayga ketgan. Bu yoqdan ложный пробой bo'lgan 4 soatli time frame'da. Ya'ni nimaga ложный bo'lgan? Chunki narx davom etib ketmagan bayga, ya'ni qaytib ketgan sellga va undan u yog'iga ham yana sellga ketyapti. Shuning uchun уровеньni shu yerdan chizdim. Qaytarib o'taman, faqat texnik analiz xolos, ya'ni hech qanaqa signal emas, o'zimning shaxsiy fikrim. Texnik analiz bo'yicha 4 soat time frame ko'rishimiz mumkin. Trend bor va уровень сопротивления, ya'ni chizishimiz mumkin. Mana bu yoqda juda katta preprodaja bo'lganligi uchun narx juda ko'p kelib ketib, keyin oxiri baribir buzib ketgan. Ya'ni уровеньni shu yerga qo'ysak bo'ladi. Mana bu yoqdan ko'rsak bo'ladi. Narx mana ko'rishlaringiz mumkin, nechta switcher bilan kelgan. Hozir uzr. Mana. Ya'ni liniya trendga kelgan narx 1 marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta kelganda buzolmasganda obratni ketgan. Ya'ni kuch topa olmagan. Va bu yoqda mana narx kelganda obratni ketgan bayga. Va mana bu yoqda ham ko'rsangiz bo'ladi, 1 marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5 marta kelib keyin buzgan. Ya'ni juda katta kuch ushlab turgan bu sellga. Shuning uchun уровеньni shu yerga chizsak bo'ladi. Xo'p, endi ko'rishimiz mumkin chizgan nimalarimiz bo'yicha, texnik tahlillar bo'yicha trend liniya buzilgan 4 soatli time frame'da, ya'ni hozircha narxda bayda ushlab tursa bo'ladi. Agar siz narxga misol uchun Mamutdan kirgan bo'lsangiz yoki yana ham pastroqdan kirgan bo'lsangiz, bayga ushlab tursangiz bo'ladi. Ya'ni sellga hali tasdiq yo'q.
Chunki ko'rishlaringiz mumkin, liniya trendani, ya'ni juda katta kuchni buy u yerida, ya'ni yashil shamcha bilan yopilgan. Ya'ni liniyani buzib o'tib, to'liq yopib bergan. Ushlab tura olgan. Selga ketgan, lekin buyga kuch ko'proq bo'lgan. Xo'p, endi 1 soatlik time frame ko'ramiz. Men o'zi основной yarim soat yoki 1 soatlikda analiz qilaman, chunki o'shalarda точныйroq chiqadi. Lekin kunlik bilan 4 soatlikda inobatga ham olish kerak. U ham ko'p narsani sizga ko'rsatib berish mumkin bozorda. Ko'rishlaring mumkin. 4 soatlik bilan chizgan chizig'imiz bo'yicha ham 1 soatlikga time frame ga to'g'ri kelgan. To'liq mana shunaqacha kelganda narx qaytib ketgan. Ya'ni texnik analiz qilganingiz to'g'ri kelib qolgan. Xo'p, endi trend bo'yicha ko'radigan bo'lsak, hozir ko'rsatib beraman. Xo'p, bu yoqda pattern ko'rinyapti, ya'ni bayroqcha. E'tibor bergan bo'lsalaring, xo'p, hozir tekizroq chizamiz. Ya'ni bayroqchani ham pattern bo'yicha liniya buzgan, ya'ni o'sha patternni ishlab bergan. Bu narsalarni endi ko'rib tahlil qilish uchun juda katta, misol uchun grafikda ko'rib, har safar o'zingiz tahlil qilsangiz, ya'ni tajriba oshadi, odamni ko'zi o'zi o'rganadi. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, buyga ketganda biroz sell bo'lgan, keyin yana buyga ketyapti, ya'ni bayroqchani ushlab bergan. Xo'p, hozirgi paytda buyga kirsa bo'ladi. 1 soat time frame analizi bo'yicha agar kiradigan bo'lsangiz, stop lossni 0.95 ga qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni 0.94 ekan, 35, ya'ni chizgan liniyamiz trend bo'yicha, chunki trendni buyga yopilgan, hali sellga buzilgani yo'q. Xo'p, yana nima ko'rishimiz mumkin bu yoqdan? Xo'p, 1 soatlik time frame'da hozircha shu ekan. Yarim soatlik time frame'ga o'tamiz endi. Yarim soatlik time frame'da ham o'rinimiz to'g'ri ko'rishlaring mumkin, ya'ni to'g'rilanib kelgan, ya'ni chizganimiz 1 soatlik time frame, yarim soatlik chizig'imiz qo'yilgan tahlil to'g'ri chiqqan. Liniya to'g'ri chizilgan. Bu yoqda mana ko'rishlaring mumkin. Ложный пробой bo'lganda narx уровень сопротивлениyaga borib 4 soatlik time frame'da qaytib ketgan pastga qarab. Ya'ni buzishga yo'q kuchi yetmagan. Xo'p, endi hozir biz kuchli ushlab turgan уровень mana bu yoqda bo'lyapti. Hozir ko'ramiz, nimaga imенно shu yoqda qaytib ketyapti narx. Mana bu yerda ko'rsak bo'lar ekan. Bitta impuls olgan ekan buyga. Demak, mana shuni urinib qo'ysak bo'ladi yarim soatlik time frame'da. Xo'p, hozir ko'rib turamiz-da, to'liq tirnoq chizib olamiz. Narxni ko'taramiz ozgina, chunki trend liniya to'g'ri kelmadi hali. Shamchaga to'g'ri kelish kerak. Va ko'rishlaringiz mumkin, chizilgan tahlil bo'yicha to'g'ri kelgan. Ya'ni hozirgi paytda tepaga buy ketgan yarim soatlik time frame'da, lekin hozirgi paytda shamcha sellda ochiq turibdi, ya'ni kuch sellga berilyapti. Nimaga tepaga o'ta olmayapti? Hozir buni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana bu yerda kuch bo'lgan ekanda. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, M pattern bo'lgan bu yoqda bitta, ikkita kasaniya va oxiri pastga ketgan narx. Demak, mana shu yerda juda katta kuch borligi uchun narx chiqib keta olmayapti. Ya'ni shu yoqqa liniya trendda qo'ysak bo'ladi. Xo'p, qo'ydik. Xo'p, kutamiz. Ya'ni hozirgi paytda agar buyga kirgan bo'lsalaring 0.85, 0.82 da buyda ushlab turishlaring mumkin.
selga tasdiq yo'q. Agar hozirgi paytda chizgan liniyamiz bo'yicha yarim soatlik time frame narxi ya'ni mana shu liniyani buzib o'tsa, 1.022 ekan narxi. Bayga kirish mumkin qisqa muddatlik, ya'ni shu liniyagacha bayni ushlab tursangiz bo'ladi. Take profit, ya'ni 1.086 shu yergacha ushlab tursa bo'ladi narxda, chunki u yog'iga hech qanaqa ya'ni ushlab turadigan kuchi yo'q hozirgi paytda. Bu yoqdan ko'rishingiz mumkin, narxda ochiq turibdi, ya'ni bayga ketishga kuchi bor. Agar shu yoqda nimani hozir buzsa, yarim soatlik time frame'da liniya trendini agar buza olmasa, yarim soatlik time frame'da buza olmasa, demak narx orqaga qaytadi, ya'ni ko'proq kuch to'plash uchun. Hozirgi kunda shunaqa narxda ko'ryapman. Kanalimizga obuna bo'linglar, ya'ni ko'proq videolar joylashga harakat qilaman. Aytib o'taman yana bir bora, ya'ni bu hech qanaqa signal emas, o'zim texnik tahlilim xolos. Agar hozir сделка kiradigan bo'lsangiz, turishingizni tavsiya beraman, chunki narx hali noma'lum selga yoki bayga. Aytib o'tganimdek, liniya trendda shu yoqda buzsa, bayga kirsa bo'ladi qisqa muddatlik. Agar buza olmasa, demak selga kirsa bo'ladi. Unda ham qisqa muddatlik shu liniya trendiga ushlab turasiz. Agar buni ham buzsa, sel yarmini yopib B uxilasida yopib ushlab tursangiz, narx shu liniya trendigacha ketadi, 88 gacha. Xo'p, kutib qolamiz narxda yurishini bo'yicha. Hozircha bozor bo'yicha tahlilimiz shu. Hammaga rahmat. Xayr.